Demak do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Telegram kanalimizda, ya'ni Mix Algo deb nomlangan Telegram kanalimizda sizlarga bepul indikator beramiz deb va'da qilgan edik va ushbu indikatorni 8-dekabr sanasida tashlab berdik. Hozirgi videoda ushbu indikatorimizdan foydalanishni va uni MetaTrader ilovasiga ulashni bilmaydiganlar uchun ko'rsatib o'taman. Xo'p, indikatorimiz Telegram kanaliga kirgan holatda topishingiz mumkin. Poiskga Mix Algo deb yozsanglar ham chiqadi. Mana xuddi shu holatda, ekranda ko'rsatib turganim holatida yoki-da oddiy poiskga Mix Algo deb kuchukchasiz yozsanglar ham chiqadi. Demak, Telegram kanaliga kirganinglarda agar keyinroq kiradigan bo'lsanglar va ushbu indikatorni bu yerdan topa olmaydigan bo'lsanglar, fayllar bo'limiga kirgan holatda ham topishingiz mumkin. Biz bundan boshqa indikatorlar ham tashlab berganmiz. Ya'ni risk pilot bilan shamchani qolgan vaqtini ko'rsatib turuvchi indikatorni va oxirgi tashlaganimiz Mix Algo Trend. Xo'p, MetaTrader ilovasiga kompyuterdan kirib olgan holatda bizdagi ushbu indikator faylini ochishinglar kerak. Ustiga bir marta bosamiz va avval men ochganligim uchun menda xuddi shunaqa chiqaryapti, ya'ni qaytadan ochishimizni so'rayapti. Sizlarda esa avval ulanmagan bo'lganligi uchun to'g'ridan to'g'ri ekranni shu qismiga tashlab beradi. Ya'ni bu yerda indikatorlar bo'limida Mix Algo Trend deb tashlab beradi va o'zingizlarga kerak bo'lgan paraga, indikatorimiz istalgan parada ishlatishingiz mumkin va o'zingizlar uchun kerak bo'lgan paraga ushbu indikatorni tashlashingiz kifoya. Ushlaymiz va ekranga tashlaymiz. Tashlagan paytingizda bu yerda rozilik berish bor. Rozilik berishni bosib qo'yasizlar, chunki indikator ishlash uchun bu kerak va inputs bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda indikator o'zi sizlar aytgan pointlarga, ya'ni punktlarga take profit va stop losslarni ham belgilab berishi mumkin yoki-da oddiy holatda ham ishlatishingiz mumkin. Agar buni yoqib qo'yadigan bo'lsanglar, take profitlari belgilanib qoladi. Oddiy holatga o'tkazadigan bo'lsanglar, oddiy holatda ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Boshqa narsalarga tegishimiz shart emas. Ranglarni o'zingizlarning kayfiyatingizlarga qarab o'zgartirib olishingiz mumkin. OK'ni bosamiz. Va ko'rib turibsizlar, mana tillada sel beryapti ushbu shamchadan. Xo'p, 4 soatlik time frame'da. Endi ekranimiz bunaqa holatda bo'ladigan bo'lsa, ishlatishga ozgincha noqulay bo'ladi. Shuni hisobiga buni ham bilmaydiganlar uchun ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, nastroykaga kirganimizda bu yerda orqa fonimiz qora. Buni oqga o'zgartirmoqchi bo'lsanglar, oqni tanlab olishingiz mumkin va bizda asosiy xalaqit beradigan narsa bu katakchalar, ya'ni grid. Shuni hisobiga gridni o'chirib qo'yamiz. O'chirgan holatimizda xuddi shu holatda chiqadi va volume ham bizga hozircha shart emas. Va shamchalarni odatda bizda o'suvchi shamchalar yashil bo'lganligi uchun yashil holatiga o'tkazib, tushuvchi, ya'ni narxni tushishini ko'rsatuvchi shamchani qizilga o'tkazishimiz mumkin. Ya'ni bar up o'suvchi shamcha va tushuvchi shamcha qizil rangga o'tib qoldi. Va bu yerda bu candleni ham yashilga o'tkazadigan bo'lsak, to'liq yashil holatda ko'rsatadi. Tushuvchi shamchani ham yana qizilga o'tkazib qo'yamiz. OK'ni bosamiz va indikatorimiz foydalanishga tayyor. Signal bergan paytida bunaqa strelkalar orqali beradi. Mana bu yerda buy beryapti ekan, bu yerda sell bergan va bu yoqni ko'radigan bo'lsanglar, sell bergan signallari yuqori analogda ishlab beryapti. Lekin bu indikator ishlash jarayonida ham xatoliklar bo'lishi mumkin. Shularni ham hisobga olishingizni so'raymiz. Ya'niki signal bergan paytida, misol uchun bu yoqni oladigan bo'lsak, bozor u darajada katta yurmagan. Ya'ni savdolarga kirgan paytlarda stoplarni ham albatta qo'yib ketish tavsiya etiladi. Indikator bo'yicha boshqa savollar, tushunmagan joylar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariy bo'limida yozib qoldirishingiz mumkin yoki-da o'zimizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Shuningdek, agarda sizlarga turli xil strategiyalarda ishlovchi indikatorlar yoki robotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Qo'limizdan kelganicha chiroyli tarzda va tezkor tarzda tuzib sizlarga havola etamiz. E'tiboringlar uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha